Hammaga salom qadrli do'stlar, sizlar bilan Kinomew kanali. Butun dunyo anime janrida xuddi Ronaldo va Messi muxlislari singari ikkiga bo'linishgan. Anime ko'rmaydiganlar bu janrni Detski, ya'ni yosh bolalarning multfilmi deb hisoblashsa, anime ishqibozlari esa bu borada boshqacha fikrda. Keling, bugun sizlar bilan ushbu janr haqida gaplashamiz va anime haqiqatan ham yosh bolalar uchunmi yoki uni katta yoshdagilar ham ko'rishi mumkinmi? Shu savollarga javob topamiz. Demak, yaqinroq o'rnashib oling, anime dunyosiga sayohatimiz ancha qiziqarli va uzoq bo'ladi. Do'stlar, siz Instagram yoki YouTube'da o'z blogingizni yuritmoqdasiz, ammo preview, obloshka va banner borasida qiynalyapsizmi? Unda sizga Muhammad Ilo kanalini taklif qilaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, previewlarning sifat darajasi juda yuqori va hattoki professional youtuberlarniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Eng muhimi esa admin siz istagan barcha o'zgartirishlarni hech qanday muammosiz to'g'rilab beradilar. Kanal silkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bir o'tib ko'ring, afsuslanmaysiz. Anime o'zi nima? Avvalo shu savolga javob bersak. Anime bu Yaponiyada paydo bo'lgan va butun dunyoga mashhur bo'lgan animatsion janr bo'lib, odatda qo'lda chizilgan yoki kompyuter grafikasi yordamida yaratilgan filmlar hisoblanadi. Anime so'zi yapon tilida animatsiya, ya'ni animation so'zining qisqartirmasidir va asosan yaponcha animatsiyalarga nisbatan ishlatiladi. Anime janrining o'ziga xos xususiyatlari bir qancha va birin-ketin ularni hozir sanab o'tamiz. Birinchidan, vizual uslub. Anime o'zining o'ziga xos chizish uslubi bilan ajralib turadi. Ko'pincha katta ko'zlar, yorqin ranglar, nozik chiziqlar va murakkab fon tasviri bilan tanilgan. Ikkinchidan, turli yosh guruhlari uchun animelar ishlanadi. Masalan, bolalar uchun komodo, o'smirlar uchun shonen yoki shoujo, kattalar uchun esa senin yoki josei, ya'ni turli hikoyalar taqdim etiladi. Keng janrli xilma-xilligi. Anime har qanday mavzularni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, ilmiy fantastika, drama, romantika, fantastika, harakat yoki hatto dahshatlarni ham o'z ichiga oladi. To'rtinchidan, madaniy o'ziga xoslik. Anime ko'pincha yapon madaniyati, urf-odatlari, mifologiyasi va adabiyotidan ilhom olgan holatda bo'ladi. Beshinchidan, seriallar va film shaklida. Anime seriallari TV anime, to'liq metrajli filmlar esa anime movie va eng muhimi OVA, ya'ni original video animatsiyalari to'g'ridan to'g'ri DVD yoki internetda chiqariladigan animatsiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Anime janrlari va turlari. Asosiy anime janrlari: shonen o'smir yigitlar uchun mo'ljallangan anime janrlari odatda harakat, do'stlik va sarguzasht, kuchli irodali qahramonlar haqida bo'ladi. Mashhur misollari Naruto va One Piece. Shoujo o'smir qizlar uchun mo'ljallangan anime janrlari ko'pincha romantika, do'stlik va hissiyotlarga asoslangan bo'ladi. Mashhur misollar Salyon Moon yoki One Hagi School Host Club. Senin katta yoshdagi erkaklar uchun mo'ljallangan ko'pincha chuqur psixologik mavzular, realistik sahnalar va murakkab hikoyalar bo'ladi. Mashhur misol esa Berserk. Sajoi katta yoshdagi ayollar uchun mo'ljallangan anime, haqiqiy hayot muammolarini, romantika va chuqur xarakterlar mavjud bo'lgan psixologik anime hisoblanadi. Mashhur misol esa Nana animesi. Tematik anime janrlari: Sega boshqa dunyoga tushib qolgan qahramon haqidagi anime. Mecha robotlar va mexanik qurilmalar asosidagi anime. Fantasy sehr va afsonaviy dunyolar bilan bog'liq bo'lgan anime. Shifu ilmiy fantastik va mavzular asosidagi anime. Horror qo'rquv va dahshatga asoslangan anime. Slash of life oddiy kundalik hayotni tasvirlovchi anime va hokazolar. Anime sanoati va uning ta'siri. Anime bugungi kunda kelib global darajada mashhur bo'lib, Yaponiyaning asosiy madaniy ekspertlaridan biri hisoblanadi. Gollivud filmlariga raqobatchi bo'lishi mumkin bo'lgan anime filmlari bor. Masalan, Studio Ghibli yoki tomoshabinlar tomonidan maqtalayotgan Spirited Away My Knitting Taretto xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lganlardan hisoblanishadi. Shuningdek, Netflix hamda Funimation kabi platformalar animatsiya tarixidagi eng yaxshi animatsiyalarni translyatsiya qilib, butun dunyoni anime bilan ta'minlab kelishmoqda. Anime va manga o'rtasidagi farq. Anime bu animatsiya bo'lib, manga bu Yaponiyaning komikslari va grafik romanlari hisoblanadi. Ko'plab mashhur animelar dastlab mangalarga asoslanib yaratilgan. Masalan, One Piece, Naruto, Attack on Titan va boshqa animelar. Anime madaniyati va fanatlari, ya'ni otaku.
Anime nafaqat badiiy janr, balki global miqyosdagi submadaniyat ham hisoblanadi. Anime muxlislari otaku o'z sevimli animelari bilan bog'liq cospleylar, anime konvensiyalari va shunga o'xshash figurali kiyimlar, posterlar va liboslari bilan shug'ullanishadi. Xulosa qilsam, anime bu faqat bolalar uchun emas, balki har xil yoshdagi insonlar uchun mos bo'ladigan boy va xilma-xil madaniy hodisa. U turli hikoyalar, vizual san'at va hissiyotlar aralashmasi bo'lib, butun dunyoda millionlab muxlislarni o'ziga jalb qila olgan. Agar anime tomosha qilishni boshlasangiz, sizga maslahat beraman, Naruto yoki One Piece animelarini tanlamang. Negaki bu animelarni ko'rishingiz bilanoq anime olamiga kirib ketishingiz aniq. Video oxirida shuni ta'kidlamoqchi edimki, men anime shunos yoki animega mukasdan ketgan muxlis emasman. Shunchaki bu janr haqida ma'lumotga ega bo'lganim uchun ham sizlarga bu ma'lumotlarni yetkazyapman. Men faqatgina bir nechta animelarni ko'rgan inson sifatida anime janri bu faqat bolalar uchun emasligini aytmoqchiman xolos. Anime haqidagi ma'lumotlarim shulardan iborat edi. O'zingiz bilgan animelar va anime haqidagi ma'lumotlarni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.